Mana vitrina. Plus mana shu narsa vitrina mana. Takida plafonlar bor, hamma narsasi bor, mana listlari. Endi uzoqroqdan tushunchali, tushunarli qilib olaylik. Mana uzoqdan qaraganda ichidagi narsa bemalol ko'rinadi. Hozir bizda oldimizda chang bo'lyapti. Mana bu yerda oynani stiklari ham qoldi o'ziga yarasha. Agar bu vakuum bo'lib yopilib qolsa, ichidagi narsani yo quritib tashlaydi yoki o'zini anasiga bukib qoladi. Issiqligi ham 110 gradusgacha beradi. Mana 228 toki ham bor mana. Mana termostatniki, mana bu svetniki. Mana termostat 110 gradus. Atak issiqlik ushlashi, hamma narsasi hisob kitob bilan olingan. Mana baquvvat sog'lom narsa qilingan. O'zimiz ataylarni germetika bilan o'tirg'izdik. Mana oynalari, hamma narsasi joyida. Plafonlari ham sifatli plafonda, unaqa yarki bo'lib xitoycha plafon emas. Mana termostat kuchki ham turibdi mana bu yerda. Mana hamma narsasi, tagi teshik-teshikli. Endi bu bizdan ishlab chiqarilayotgan o'sha issiqlik vitrinishni har xil turda yasaveramiz.